Diqqat xalqim, tezkor xabar. O'zbekistonda dam olish kunlari qanday ob-havo bo'ladi? O'zbekistonda dam olish kunlari issiq ob-havo saqlanib turadi. Kunduzgi havo harorati 37-40 daraja atrofida. Janub va cho'l hududlarining ba'zi joylarida 41-43 darajagacha bo'ladi. Bu haqda O'zgidromet xabar bermoqda. Joriy yilning 16-avgust kuni issiq havo biroz pasayadi. Ammo hozircha uncha sezilarli bo'lmasa-da, harorat 2-3 darajaga tushadi. Harorat asosan kechalari 21-26 daraja bo'ladi. Shu kunlarda havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat bugun 14-avgust kuni kunduzi respublika tog'li hududlarining ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Toshkentda bugun va dam olish kunlari havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati asosan kechalari 23-26 daraja. Kunduz kunlari bugun va ertaga 38-40 daraja, yakshanba kuni esa 36-38 daraja bo'ladi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 10-14 metr sekundgacha kuchayishi, shaharning ayrim joylarida chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, bugun 14-avgust kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida, jumladan Toshkent shahrida kuchli shamol va ba'zi joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkinligi haqida xabar berilgan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.